90% tadbirkorlar shu top 3 xatoni deb bankrot bo'lishadi. Keling, ikki misolda bir daqiqa ichida tushuntiraman. Bir biznes o'sadi, ikkinchisi yopiladi. Buni sababi nimada? O'zingizdan so'rang. Boya qancha pul topdingiz, qancha xarajat qildingiz? Sizda javob yo'qmi? Demak, muammo sizda emas, tizimda. Keling, endi top 3 xato haqida gaplashamiz. Birinchi xato bu korxonada byudjet yo'qligi. Byudjet faqat yirik korxonalarda qilinadi desangiz adashasiz. Byudjet har bir korxonada bo'lishi kerak. O'tayotgan biznes har oy byudjet tuzadi, bankrot bo'layotgan biznes esa keyin ko'ramiz deydi. Sizdachi? Ikkinchi xato, plan fakt solishtirilmaydi. Ya'ni korxona byudjet qiladi, lekin plan bilan fakt solishtirilmaydi. O'sayotgan biznes doim plan faktni solishtiradi. Bankrot bo'layotgan biznes esa faqat hisob raqamiga qaraydi. Sizda qanday? Keling, endi eng xavfli uchinchi xato haqida gaplashamiz. Byudjet, plan fakt sog'lom bo'lsa ham hech kim tekshirmaydi. Bu uchinchi xato turiga kiradi. Korxonada aniq kim tekshirishi, kim nazorat qilishi umuman rejada yo'q. Farq kapitalda yoki bozorda emas, farq intizomda. Sizda plan fakt, byudjet yoki nazorat yo'q bo'lsa, eng yaxshi g'oyangiz ham, eng yaxshi biznes ham vaqt o'tishi bilan asta-sekin quliydi. Yechim murakkab emas. Har oyda 15 daqiqa vaqtingizni sarflab, byudjet, plan fakt va nazoratni yo'lga qo'ying va korxonangizda sezilarli darajada o'zgarishlarni his qilasiz. Nechta xato sizni korxonangizda tanishlik kommentga yozing. Keyingi qismda byudjetni tuzishni ko'rsataman.